Qachongacha indamay yuraman? Qachongacha jim yurishim kerak? Qachongacha sen mana bu uy ishlarni qilib yurasan? Sen ham sal bundoq bir yashashing kerak-ku. Qachongacha mana shu kasal xotin bilan yashab o'tasan? Opa! Endi sizga ochig'ini aytsam, ayolingizni bir hafta umri qolgan. Nima? Bir hafta? Iloji yo'qmi, doktor? Doktor, bir ilojini qiling. Fazilat opam haq. Sizni ham qiynab qo'ydim. Men roziman. Uylaning. Bilaman, meni eshitib turibsan. Iltimos, meni yaxshi ko'rsang, olib borib Agar ko'ngling shuni kuzatsa, men roziman. Ko'ngling kuzaganini qil. O'zingga keldingmi, tuzingmisan? Dadasi, sizni ham qiynab qo'ydim-a? Bu nima degani? Nimaga qiynar ekansan? Hech qiynalganim yo'q. Menga qara. Yaxshiyam men ishdan vaqtida kelibman. Bo'lmasam darvozani tagida hushingni yo'qotib qolib ketar ekansan. Rahmat. Boringizga shukr. Ko'rinishingdan dorilarni ham ichmaganga o'xshaysan. Hozir dorilaringni olib kelaman. Ichib olasan, xo'p? Qayerdan yopishdi menga? Olib ketadi shekilli. Gapirgan gapingni qara. Bu gap qayerdan chiqdi endi? Hech yo'q. Qayta bunaqa gaplar gapirmagin. Nima? Meni bir o'zimni tashab ketmoqchimisan? Hali ana Murodjonni o'qitishimiz kerak. Unga yaxshi qiz topib uylantirishimiz kerak. Shu ishni meni bir o'zimga tashab ketmoqchimisan? Men qara. Hali yaxshi bo'lib ketasan. To'ylar ko'rasan, Xudo xolasa, ha? Inshaalloh. Aytganingiz kelsin. Lekin bo'g'liqib, lekin pekini yo'q. Senga bir yangiligim bor. Bir yaxshi doktor topdim. Uni navbatiga yozilib qo'ydim. Xudo xolasa, 1-2 kunda navbatimiz kelib qolsa, kirib ko'rinib chiqamiz. Bu doktor rosa ham kuchli ekan. Odamlar unga oylab navbat kutishar ekan. Hali seni ko'rib o'zi davolaydi. Otdek bo'lib ketasan. dadasi. Yana doktorman. Shunday shu ukol dorilardan bezidimki. Endi bu kasallikni Alloh o'zi beradi. Shifosini ham o'zi beradi. Endi shifo topgunimizcha shunaqa qilib, sababini qilib yuramiz-da, doktorlarga boramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim, keldingmi-ki? O'tir. Maktabdan keldim. Barakalla o'g'lim. Cho'chig'im, keldingmi? Sizroq yaxshi bo'lsangiz yaxshi edi. Siz tayyorlagan ovqatlarni rosa sog'indim. Men qara o'g'lim, hali oying zo'r bo'lib yaxshi bo'lib ketadi, ha? O'shanda qozon, tovoq, idish, o'choqlarni hammasini o'ziga beramiz. O'zi senga xohlaganingcha ovqatlar qilib beradi. Shu qora ko'zni tashab qayerga ketasan? Ketaman deysan. Endi sen chiqib kiyimlaringni almashtir. Ota bola ikkalamiz oyingga shirin qilib mastava qilamiz, xo'p? Xo'p bo'ladi, dadajon. Bor. Mayli, sen yotib turgin, men hozir dorilaringni olib kelaman. Rahmat dadasi. Voy, kim bor? Mansurjon? Hozir opa. Kelavering opa, shu yerdaman. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling opa.
Yaxshimisiz? Rahmat. Qani bu yoqqa o'tiring. Rahmat. Ha, uka? Kirlarni ham boshlayapsanmi? Ha, kirni ham o'zing yuvyapsanmi? Ishga ham bormayapsan shekilli, ha? Ha, bu uy bekalikni ham o'zing zimmangga olyapsan shekilli, ha? Nimaga unaqa deysiz, opa? Boryapman. Endi keliningiz kasal. Kecha Murodjonning kiyimlari ozgina kir bo'lib ketgan ekan. Bugun sal vaqtliroq javob so'rab kelib, shu kiyimlarni yuvib qo'ysam degandim. Xotining-chi? Hali ham kasalmi? Hech tuzalmadi shu xotining seni. Aytyapman, opa. Ko'rsatyapmiz, qaratyapmiz. Yaxshi bo'lib qolsa, bu ishlarni o'zi qiladi, opa. Yaxshi bo'lar ekanmi o'zi? Tavba. Qachon qarasang kasal. Assalomu alaykum. Opa keling. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha? Kelin poshsha? Yaxshimisiz? Shukr opa. Yaxshi. Keling. Shukr. Esomsiz, yaxshimisiz? Menga qarang. Endi kasalman deb cho'zilib osmonga qarab yotavermasdan uy ishlarini o'z qo'lingizga oling. Ha, erkak kishi boshi bilan ukam qachongacha uy ishlarini qilib yuradi? Yaxshi bo'lsam bu ishlarni ukangizga ushatib qo'ymayman. O'zingizdan bilasiz opa. Holim yaxshi emas. Kundan kunga og'irlashyapman. Menga qarang kelin. Agar uy ishlarga yaramas ekansiz, undan ko'ra rozi bo'ling. Ukam uylansin. Opa, nimalar deyapsiz? Mayli. Mayli, roziman. Roziman. Tavba. Barcha. Qachon qarasang kasaldan boshi chiqmaydi buni. Rozimanmish. Bekor qildingiz, opa. Kasal odamni dilini og'ritdingiz. Qachongacha indamay yuraman? Qachongacha jim yurishim kerak? Qachongacha sen mana bu uy ishlarini qilib yurasan? Sen ham sal bundoq bir yashashing kerak-ku. Qachongacha mana shu kasal xotin bilan yashab o'tasan? Opa, o'sha siz aytayotgan kasal xotin meni farzandimni onasi hisoblanadi. Menga undan boshqasi kerak emas. Bu gaplarni qaytib gapirmang. Menga qara. Men senga ichim og'rib gap. Opa. Biroz sizga nolyaptimi? Menga ichingiz og'rimasin. Menga achinmang. Menda hammasi yaxshi. Shunaqa? Hech narsadan shikoyatim yo'q. Opa, hol so'ragani kirgan bo'lsangiz, mana holimni so'rab bo'ldingiz. Ha? Endi ket demoqchimisan? Ketsam keta qolay. Bilganingni qil. Xotin qo'li. Barchin. Farruh, ana u maqtagan doktoringni qabuliga navbatga yozdirgansan. Xavotir olma. Yozdirib qo'yganimga ham 15 kuncha bo'lib qoldi. Erta o'tib navbati keldi deb qo'ng'iroq qilib qolishadi. Qaniydi. Yaxshi bo'lardi. Ayolim ham ancha xursand bo'lib qolardi. Kelinning ahvoli yaxshimi o'zi? Yaxshi emas-da, Farruh, yaxshi emas. Kundan kunga yomonlashyapti. O'g'lim ko'zini mo'ltiratib, oyim qachon sog'ayib ketadi desa, menga qancha og'irligini bilganing deydi. Kecha opam kelibdi. Umringni mana shu kasal xotin bilan o'tkazyapsan deb yana deydi yoqib ketdi. Endi opangdan xabar bo'lma. Har holda jigaring kuyinganidan gapiradi. Bilasan, men Barchinga sevib uylanganman. Uni o'rniga boshqa ayolni tasavvur ham qila olmayman. Ishqilib, Xudo mendan uni olib qo'ymasin-da. Kuyinmoqchilar, hali hammasi yaxshi bo'ladi.
Xudo xohlasa o'sha doktorga ko'rinasizlar. U doktor albatta ayolingni davolaydi. Ish qilib aytganing kelsin. Mayli. Sen uygami? Ha, uyga boraman. Xo'p, men unda seni tashlab o'tib ketaman. Onajonisi, yaxshi yotibsizmi? Meni gulim o'zini yaxshi his qilyaptimi? Guliz kundan kunga so'rib boryapti. Qo'ysin shunaqa gaplarni. Ko'z tegmasin, ancha yaxshisan. Chaqagandirsan. Men senga hozir choy olib kelaman. Xo'p? Mansur aka, o'tiring. Yonimga o'tiring. Sizga aytadigan gapim bor. Mayli, quloqim senda, eshitaman. Mansur aka, shuncha yildan beri yashayapmiz. Biror marta meni xafa qilmadingiz, ko'nglimni og'ritmadingiz. Kasalligimni o'zimga solmadingiz. Uy ishlari ham o'zizga qolib ketdi. Og'rimasdan hammasini qilyapsiz. O'g'limizni ust-boshi, maktabi, darslari, hammasiga o'zingiz qarayapsiz. Fazilat opam haq. Sizni ham qiynab qo'ydim. Men roziman. Uylaning. Barchin, yoshligimizda sendanmi? Darvozangning oldida chiqmaguningcha hech qayerga ketmasdim. Seni doim kuzatib yurardim. Bir qadam o'z holingga qo'ymasdim. Kechalari soatlab derazangga tikilib turardim. Qachon sen bir marta qaraganingdan keyin o'shanda ko'nglim taskin topib ketardim. To'g'ri. Bu ishlardan seni jahling chiqardi. O'shanda senga nima deganim esingdan. Agar seni ko'rmasam umrim to'xtab qoladi degandim. Endi nima? Sen meni umrimni to'xtatmoqchimisan? Yoki meni sevmay qo'ydingmi? Uylaning degin. Men hayotimda emas, hayolimda ham sendan boshqa ayolni tasavvur qila olmayman, Barchin. Agar bilsang, seni mana shu yotishing menga dunyo go'zallaridan afzal. Xudoga shukr. O'zingga o'xshagan shirin farzandlarni dunyoga keltirding. Men bu uchun seni bir umr xizmatingni qilishga tayyorman. Menga bir tabassum qilsang, hamma zahmatlarim esimdan chiqib ketadi. Barchin. Oy Barchinim, bu gapni bir marta gapirding, qaytib gapirma. Xayolingga ham kelmasin. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni juda yaxshi ko'raman. Alloh menga bergan, siylagan eng aziz insonsiz. Boringizga shukr. Men ham seni yaxshi ko'raman. Endi-chi, go'zalim, sen ko'z yoshlaringni art. Yig'lama. Hozir Murodjon maktabdan keladi. Tag'in ko'z yoshlaringni ko'rmasin, xo'p? Sen yotib damingni ol. Men choy damlab beraman, xo'p? Hali hammasi yaxshi bo'ladi.
Assalomu alaykum oyi. Tuzukmisiz? Yaxshiman o'g'lim? Yig'ladingizmi oyi? Yo'q, nimaga yig'layman? Shunday polvon o'g'li bor. Oyim yig'laydimi? Aldamang. Yana ammam keldimi? Doim ammam kelib ketgandan keyin siz yig'laysiz. Men ammamni yomon ko'raman. Unaqa dema bolam. O'zi bitta amming bo'lsa. Ammangga bizdan keyin sen qaraysan, xabar olasan-da. Qarindosh urug'li rishtalarni uzish katta gunoh bo'ladi o'g'lim. Ammang dadangni juda ham yaxshi ko'radi. O'shuning uchun ba'zida kuyinib ketadi-da. Oyi, sal sog'ayib ketasiz. Katta bo'lsam sizni, dadamni o'zim hojiga olib boraman. Ilohim aytganingizni o'g'lim. Ammangni-chi? Ammangni olib bormaysanmi? Ammang dadangni onasi o'tgandan keyin bitta o'zi qarab katta qilgan. Xuddi seni buvingdaqa. Olib boraman. Ammamni o'zim yelkamga chiqarib olaman. Barakalla o'g'lim, barakalla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Keling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Assalomu alaykum mamma. Va alaykum assalom o'g'lim. Ilohim niyatlaringga yetgin. Ilohim, Xudo xohlasa onang yaxshi bo'lib qolsa, mana shu yelkalaringdan onangni olib Ka'bani tavof qildirasan. Xo'pmi bolam? Ha. Barchinoy, meni kechiring. Meni ko'zimga faqat ukam ko'rinibdi. Sizni azob chekkaningizni ko'rmabman. Xuddi men sizni bahona qilyapti deb o'ylabman. Ukam ayol tanlashda adashmagan ekan. Men yaratgandan iltijo qilib so'rayman. Ilohim sizlarni umringizni oxirigacha birga qilsin. Dardingizga shifo bersin. Ilohim yaxshi bo'lib qoling. Alo. Eshitaman. Alo Mansur, suyunchi ber do'stim, suyunchi. Suyunchi senda aylansin Farruh. Nima? Navbatimiz kelibdimi? Qayerdan bilding? Ko'nglim sezgandi. Bir boshdan gapirchi. Xullas, doktorni qabuliga navbatga yozdirayotganimda sen nomeringdan tashqari o'zimni ham telefon raqamimni qoldirgandim. Senga kechki payt telefon qilishgan, sen telefoni o'chik ekan. Shunga menga qilishdi. Hozir keldim. Ertaga soat 10:00 da doktor sizlarni qabul qilar ekan. Rostdanmi? Juda zo'r yangilik bo'pti Farruh. Ayolim ham rosa xursand bo'ladigan bo'ldi. Xullas, ertalab tayyor bo'lib tursanglar, o'zim mashinamda borib, sizlarni shu yerga olib kelaman. Rahmat senga. Sen meni haqiqiy do'stimsan. Mayli, do'stim, qolganini tushlikda gaplashamiz. Hozir boshlig'ning oldiga hisobotlarni olib kirishim kerak edi, maylimi? Xo'p, gaplashamiz, xo'p. Tez sizdan ketib turasizmi? Boshida unchalik emasdi. Hozir tez hushimdan ketadigan bo'lib qolganman. O'zingizga kelgan paytingizda boshingiz qattiq og'riydimi? Ha. Qattiq og'riq bo'ladi. Yostiqdan boshimni ko'tara olmay qolaman. Bu kasallik bilan qachondan beri og'riyapsiz? 2 yil bo'ldi. Mayli. Xo'p, mayli siz tashqariga chiqib dam olib turing. Biz xo'jayinimiz bilan ikki og'iz gaplashib olamiz. Mayli. Doktor. Ayolim ahvoli yaxshimi? Endi uka
Ochig'ini aytaman. Ayolingizni kasalligi ancha o'tib ketgan. Miyadagi o'simta ancha katta bo'lib ketibdi. Operatsiyani ham foydasi yo'qmi deb qo'rqyapman. Endi sizga ochig'ini aytsam, ayolingizni bir hafta umri qolgan. Nima? Bir hafta? Iloji yo'qmi, doktor? Doktor, bir ilojini qiling. Axir bo'lishi mumkin emas. Bir hafta qolgan bo'lsa, men nima qilaman? Uka, siz tushkunlikka tushmang. Hammasi Allohdan endi. Yaxshi, siz ayolingizga hech narsani bildirmang. Uni ko'ngliga qiling. Iloji boricha uni xafa qilmaslikka harakat qiling. Bu yoq endi hamma narsa Allohdan uka. O'tiribsanmi? Siz doktor nima dedi? Yaxshi ekanmanmi? Doktor, ayolingizni shamollashi ozgina o'tib ketgan dedi. Xudo xolasa dorilarni ichsang yaxshi bo'lib ketasan ekan. Men Farruxga qo'ng'iroq qilay. Ketasiz. Havo desa yaxshi bo'lyapti. Agar yo'q demasangiz, uygacha yayov ketardik. Kasal odam qiynalib qolmaysanmi? Yo'q, charchamayman. Toza havodan nafas olib ketardim-da. O'g'limiz ham hammasida. Ishimiz shoshilinch emas. Dam olib yetib olamiz. Mayli. Bo'lmasam hozir Farruxga telefon qilib, biz aylanib keyin ketamiz deyman. Alo. Farrux? Ha, hozir kirib chiqdik. Biz ozgina sayr qilib keyin ketamiz. Xo'p, Farruh, xo'p. Ketdikmi? Amma, Labbay. doktor oyim tuzatarmikin? Albatta tuzatadi, o'g'lim. Xudo shifo bersa, albatta tuzaladi. Oyim tuzalishlari uchun Alloh shifo berish kerakmi? Albatta. Doktorlar faqat sababchi. Shifoni esa Alloh beradi. Shuning uchun sen doim duoda bo'l. Sen duo qilishing kerak, o'g'lim. Men kichkina bo'lsam meni eshitarmikin? Albatta eshitadi. Yaratgan hamma bandalarni eshitguvchi. Sen faqat duo qil. Seni duoing doim ijobat bo'ladi, bolam. Unda men oyim tuzalib ketsin deb Allohdan so'rayman. Aynan bolam. Duo qil. Allohdan so'ragin, xo'pmi? Mayli. Bo'lmasam sen hozir darslaringni qil. Men sen yaxshi ko'rgan ovqatingni tayyorlab beraman. Xo'pmi, bolam? Xo'p. Qani, ketdik. Qani yur, sekin yuraver. Men senga aytdim. Mashinada ketaylik, charchab qolasan dedim. Mana charchab qolding. Biram qaysarsan-a. O'tiraylik. Ke, o'tir. Qaysarliging hech qolmadi-da. O'tir. Mashina chaqiraymi? Yo'q. Birpas o'tirib dam olib keyin yetib olamiz.
Ha, bo'lmasam sen o'tirib turgin, suv olib kelaman. Mana suv oldim. Hozir ichib olsang, ancha yengil tortasan. Qani, ol. Qizim uzr. Assalomu alaykum otaxon. Suvingdan bir qoplam alaykum assalom. Ichsam maylimi? Mayli. Juda chanqab tashnama. Uzr. O'tiring, otaxon. Rahmat, rahmat. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bani shifo qilgin Xudoyim. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat ota. Bu ko'rinishing g'alat qizim, o'zing yaxshimisan? Yaxshiman, shukr otaxon. Shukr qilganing yaxshi. Bu dunyoda o'zi hamma shukr qilib yashash kerak. Mana rahmat o'g'lim. Salomat bo'linglar, al qizim. Men har doim shukr qilib yashadim. Alloh shunga yarasha mana yaxshi umr yo'ldosh berdi, yaxshi farzand berdi. Lekin hozir xuddi safari yakunlanayotgan musofirdekman. Unaqa demagin endi. Unaqa dema qizim. Bu dunyoda hammamiz musofirmiz, mehmonmiz. Bir kun kelib hammamizni ham safarimiz yakun topadi. Shu meniki ertaroq yakun topadigan bo'lib turibdi-da. Noumid bo'lma qizim. Kim qachon yolg'iz o'zi biladi. Seni dard qiynayapti shekilli-da. Ota. Nimasini aytasiz? Bu anchadan beri betob bo'lib qolgan. Shu tuzalishi qiyin bo'lyapti. Doktorlarga ko'rsatyapmiz. Shunga biroz shukurlikka tushib qolibdi. Tushunarli. Qizim, xo'p desang, men senga bir dori beraman. Bu dori seni kasalingni ishonsang yo'q qilib tashlaydi. Mana. Mana uni ol. Mana shu sen dardingga shifo bo'ladi. Ishon. Shuni tuyib har kuni 2 mahal kopatib turasan xolos. Shundaymi? Hali hamma yo'q yaxshi bo'lib ketadi. Mayli. Menga ruxsat. Salomat bo'linglar, bor bo'linglar, omon bo'linglar. Ota, salomat bo'ling. Albatta tuzalib ketasan. Bu shunaqa yaxshi darmon dori. G'alat odam ekan-a? Ketdik. Charchab qolmaysanmi? Qani yur. Hali ko'rmaganda ham bo'lib ketasan. Yaxshi bo'lib ketasan. Mayli Dolim aka, kiring boshqa bir biznikiga. Hop aka, hop. Nima u? Kessaymi? Shunga o'xshab. Ahmoq chol. Bergan narsasini qara. Olib ketashab yuboraman. Sen hozir shuni yemoqchi bo'lyapsanmi? Har kuni bir mahal yeb tursang yaxshi bo'lasan dedi-ku. Barchin. Bu oshqozonni buzadi, ichida ancha mikrob bor. Sog'likka jiddiy zarar qiladi. Tashlab yuboraylik. Bu yog'i nima ham bo'lardi? Baribir bir hafta qoldi xolos suv. Nima? Men hammasini bilaman. Doktor bilan gaplashayotganingizni eshitdim hammasini. Sen bu gaplarga e'tibor qilma. Doktor ham kim bo'pti? U ham bitta bandada. Barchin,
Gulim, menga qara. Men ishonaman. Men yuragim sezyapti. Hali sen yaxshi bo'lib ketasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Jon dadash. Buyog'iga bir necha kun qoldi xolos. Xo'p deng, shuni ham yeb ko'ray. Qaysi odamni o'lgisi keladi axir? Mayli, xo'p. Agar ko'ngling shuni kuzatsa men roziman. Ko'ngling kuzaganini qil. Ey Allohim, oyim shifo bergin. Men ham kichkina bo'lsam ham oyim siz nima qilaman? Oyimni juda yaxshi ko'raman. Ammam Alloh seni yaxshi ko'radi eshitadi. Bilaman, meni eshitib turibsan. Iltimos, meni yaxshi ko'rsang oyim tuzalib ketsin. Yana meni oldingda erkalab maktabga borib qo'ysin. Allah. Uka, bemorga qanaqa dori berdinglar? Deyarli hech qanaqa dori berganimiz yo'q. Shu siz uzog'i bilan bir haftaga bo'ladi deganingizga mana 15 kun bo'lyapti. To'g'ri. Lekin bu bo'lishi mumkin emas-da. Tinchlikmi, nima bo'ldi o'zi? O'simda xuddi miyada avval bo'lmagandek. Soppa-sop. Yo'q, rostana? Ha? Rostdanmi, doktor? Men hali yashaymanmi? Xudo xolasa hali uzoq yashaysiz. Faqat Xudoga shukr. nimadan shifo topganingizni tushunmadim. Balkim eslab ko'rarsiz, ha? Ha, yo'q, doktor, tur, ketdi, tur. Mayli, bir esiga tushib qolsa kelamiz, ha, doktor. Mayli. Xo'p, rahmat sizga. Yaxshi boringlar. Mana, Xudoga shukr. Qara, yaxshi ham bo'lib ketding. Tuzalib ketishimga ishonmagandim. Allohga shukr. Dadasi, shu kessa yeganimni nimaga doktorlarga aytmading? Ha, endi agar kessa yeganingni aytsak, baribir ishonmasdi. Keyin bizni jinni bo'lib qoldimi deb o'ylashardi. Men o'ylayapman, mendaqa kasallar ham shuni aytsak, shuni orqasidan shifo toparmidi deyman-da. Men qara, bir o'zim yo'lim tushsa, kirib o'zim aytarman doktorga. Agar hozir o'zing keta olsang, uyga boraver. Men bozorga tushaman. Halovga machuda qilaman. Bugun yaxshi bo'lganingni bir nishonlaymiz. Qiynalmayman? Qiynalmaysan? Bo'pti. Mayli. Ketdim unda. Bo'pti, uyda ko'rishamiz. Siz bemalol bozorga borib o'tarsiz. Xo'p. Bu olamchi bu voqea bo'ldi. Tavba. Rakni oddiy bir kesak davolasa-ya. Ha. Agar hozir buni doktorga aytsam, men rakni davosini topdim deb butun dunyoga jar soladi. Keyin rak bo'lgan kasallarni davolab, mo'magina daromad qiladi. Yo'q. Ahmog'ing yo'q. Yaxshisi, o'sha kasallarni o'zim davolayman. Ha, ularning ortidan boyib ketaman. To'xta. Ha, bu ishni bir o'zim qila olmayman. Ha, Farruhga aytsammikin? Farruhga aytaman. Chunki uni menga yordam juda ham ko'p deydi. Alo, Farruh, qayerdasan? Ko'chadaman. Ha.
Maslahatli gap bor. Markaziy xiyobondaman. Mayli, hozir boraman. Yaxshi. Xo'p, seni kutaman. Ye, Farruh, keldingmi? Yaxshimisan? Tinchlikmi? Buncha shoshiltirib chaqirding. Farruh, yangilikni zo'ri bor. Ayolimni ana u doktorga olib borgandim. Xo'sh. Hozir tekshiruvlardan o'tdik. Ishonasanmi? Ayolimda umuman o'sma bo'lmagan deydi, yo'q bo'lib ketibdi. Voy, Ha? juda ham xursandchilik ish bo'libdi-yu. Lekin doktor ayolimni bir haftalik umri qoldi degan eding-ku. Ha, endi Doktorlar ham adashadi ekanda, lekin sen uchun xursandman. rahmat. Gap boshqa yerda, Farruh. Xo'sh. Bir kuni qara, o'sha birinchi bor o'sha doktorga ko'ringan kunimiz-chi, Aha. ayolim piyoda ketamiz dedi. Xo'p dedim. Bu yerga kelganda charchab qoldi. Skameykaga o'tkazdim qara, suv olib keldim. Shu payt bir darvesh odam keldi, oqsoqol. Suv so'radi. Xotinim suv berdi. Keyin ayolimni kasalligini bilib, bir qog'ozga o'ralgan bir narsa bor bu yerda. Uyga kelib qarasak, xuddi kesakka o'xshaydi qara. Men tashlab yuboraman debman. Ayolim ichaman dedi. Xullas, qara. Ertasi kundan o'zgarish boshladi. 15 kun deganda mana natija. Umuman o'smadan asar yo'q. Doktor hayron. Ha, Doktorga ham aytdingmi? Boshqalar ham shifo topsin-da. o'ylab gapiryapsanmi? Agar hozir doktorga aytadigan bo'lsak, nima bo'ladi, bilasanmi? Men rakka davo topdim deb hamma yoqqa jar solib, kasallarni qimmatga davolaydi. Ha, yana puli yo'qlar, yana dard chekib yuraverami? Shuning uchun senga bitta maslahatim bor, oshna. Xo'sh. O'sha dorini, ha? O'zimiz arzon narxda sotsak-chi. Hamma olib ichardi, hamma shifo topardi. Nima deysan? Qayerdan topamiz u dorini? O'sha odamni sen taniysanmi o'zi? Qayerda deysan, tanimayman. Mana shu joyda ko'rganman. Menga qara, o'sha ayolim ichgan doridan ozgina qolgan. Menimcha kesak. Shuni olamiz. Boshqa kesaklarni ham olib, ikkosini tarkibini tekshirtiramiz. Agar bir xil bo'ladigan bo'lsa, shuni sotuvga chiqaramiz. Qanday bo'lar ekan, qiziqsan? O'y-cho'yga yetguncha tavakkalchi ishini bitiribdi deydi. Yur Farumdan ko'r. Qara. Ana, o'shcholni o'zi. Qara ana, skameyada o'tiribdi. Aniq o'sha. Qani yur. Xudo degan odamimizda Farruh, qani yur. Ehtiyot bo'l, qizim, ehtiyot bo'l. Ha, tushmagur. Assalomu alaykum, otaxon. Va alaykum assalom. Kelinglar yigitlar. Yaxshimisizlar? Kelinglar, marhamat. Xizrda yo'qlasak bo'lar ekan, ota. Hozir siz haqingizda gaplashib turdik. Menda biror yumushinglar bormi, yigitlar? Ota, men tanimadingiz-a? Yo'q, eslolmadim, uzr. 15 kun burun aynan mana shu skameykada ayolim kasal edi. Biz o'tirgan edik. Kelib suv so'radi, suv berdi. Esladingizmi? Ha. O'sha Ajoyib ayol. O'zi tashna bo'lib turganiga qaramay, haligi suvni menga bergan edi. Ha, o'sha. Esladim. O'sha ayolimga bir qog'ozga o'ralgan dori bergan edingiz. Xo'p, Shu doridan ayolim shifo topib ketdi, ota. Tuzalib ketdi, butunlay yaxshi bo'lib ketdi. Endi yaxshi bo'pti-da. sizni uchratib qolganimiz yaxshi bo'ldi. Maslahatli ish bor, ota. Xo'p. Ha, o'sha doringizdan bizga bersiz, ha? Biz uni kasallarga arzon narxda sotsak. Ha, endi haligi dardman odamlar ichib shifo topsa yaxshi-yu, savob bo'ladi. Keyin ota ozmuncha bo'lmaydi. Sizni ham qurib qo'ymaymiz. Nima dedingiz? Ha, pul qilmoqchimisiz? Ha, yo'q, Bu narsani xayolingizdan chiqarib yuboring, ukam. Avvalo, u hech qanday dori emas. Oddiy paxsa devonni kesak edi. Nima, kesak? Ha, oddiy kesak. Haligi nabiralarim
kesak yeydigan odat chiqarib oldi-deng. Shunga qabristonda paxsa devor buzilgan ekan, shuni orasidan pokiza joylardan o'rab cho'ntagimga solib olgan edim. Lekin ayolingizga balli. O'sha kuni ko'rib turibman, o'zi rosa ham tashna bo'lib suvga zoriqib turibdi-yu, lekin menga suvini berdi. Keyin ko'zlarida ozgina umidsizlikni sezdim. Shuning uchun tavakkuli Xudo ajabmas deb turib, o'sha cho'ntagimdagi kesakni ayolingizga berdim-da. Buni sababi bor. Bizda odamlar ko'p e'tibor bermaydi, lekin ixlos yaxshi narsa-da. Har bitta narsaga ixlos qil deb ota-bobolarimiz bekorga aytmaydi. Bu ayolingizni u kesak tuzatmadi. U qilgan ixlos tuzatdi. Axir u o'sha kesakni shifo topaman ekan deb Allohga astoydil tavakkal qilib, ishonib, ixlos bilan kapotgan, to'g'rimi? Shu unga shifo bergan. Qolaversa, yaqinlari astoydil Allohdan uni shifosini so'rab, duo qilgan bo'lishlari mumkin. Xullas kalom, bu kesak, darmon, dorilarda hech ish yo'q. Hamma ish Allohga ixlosda. Har bir ishni ixlos bilan qiladigan bo'lsang, shu ish rivoj topadi-da, bolam. Shuning uchun bu kesakni unuting. Buni pul qilaman deb yana ovora bo'lib kesak sotib yurmang, sharmanda bo'lib qolishingiz mumkin. Bu dunyoda hamma narsa Allohdan bo'ladi, bolalarim. Rahmat ota. Ko'zimni ochdingiz. To'g'risi, nafsimni kuyiga kirib, hozir nimalar qilardim, o'zim ham bilmayman. Nima bo'lgan taqdirda ham sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Mayli ota. Bo'lmasam biz bora qolaylik. Mayli, omon bo'linglar. Sog' bo'ling. Ketdik Farruh. Mayli, yigitlar omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Dilnoza, ketamizmi? Ha, xo'p, o'ynab ol.